Haliyam sevasizmi uni? Saçların ıslanır, ellerin bana bağlanır. Yo'q. Utanır söylemez, diz çöküp... Eski direktor korrupsiya bilan ishdan ketdi. O'rniga yangi direktor keldi, ya'ni men. Direktor bo'ldim. Direktor. Alo? Ha? Hozir chiqaman. Assalomu alaykum. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'limida ismim Sanjar. Siz yangi direktor ekansiz. Endi iloji boricha unaqa ishlar takrorlanmasin. Hammasini nazoratga oling, xo'p? Ha, aytgancha, kecha qo'shni mahallada ishkal bo'libdi. Bitta bolani qo'lini sindirishgan, bittasini oyog'ini mayib qilishgan. Eshitishim bo'yicha o'sha bola sizning maktabingizda o'qir ekan. Ikkita uchtasini. Agarda topishga ko'maklashsangiz, hamkasblarimga ozgina yordam bo'lardi. Yo'q, bizda unaqa bor. Uni hammasi namunali, hammasi yaxshi oilalar. Iloji boricha bunaqa narsalarni ham o'zingiz nazoratga olishga harakat qiling. Bittasini qo'li sinib, oyog'i sinib, sizga, bizga ish bo'lishi bu yaxshi emas. O'zingiz nazoratga olasiz hammasini. Bunaqa ishlar takrorlanmasin yana. Bo'ldi. Sizdan umidimiz katta. Xo'p. Kelib turinglar shunaqa. Xo'p. Ahmadjon, menga qara. Endi senga bitta yaxshi, bitta yomon xabarim bor. Xo'p. Yaxshisi, ana yil o'quvchisi ko'rik-tanlovida g'olib bo'ldik. Rostdan. Yomon nima unda? Yomoni maktabdan ketishingga to'g'ri keladi. Sabab? Sabab juda oddiy. Ana sen Shohrux bilan Bonu, Parvina, Nilufar hammasi bilan musobaqalashlaring katta jangga aylanib ketyapti. O'zlaringni kontrol qila olmayapsanlar. Lekin bu maktabda bunaqa narsaga men yo'l qo'yib qo'ya olaman. Shuning uchun seni ham bu maktabdan ketkazishga to'g'ri keladi, lekin men senga zo'r maktab gaplashib qo'yganman. U yerda ham xuddi shunaqa bizning maktabdagi zo'r bilim berishadi. Ustoz, men o'rganib qolganman. Bu yerda o'rtoqlarim bor, yaqin odamlarim ham bor. Biz ham senga o'rganib qoldik. Lekin menga qara, sen hali yoshsan. Hali bunaqa o'rtoqlardan juda ko'p orttirasan. Kimdir keladi hayotingda, kimdir ketadi hayotingdan. Men u yoqni gaplashib qo'yganman. Hammasi yaxshi, bilimni zo'r berishadi u yoqda. Xo'pmi? Men seni yur, o'zim olib boraman. Gaplashib tanishtirib qo'yamiz. Kelyapsanmi? Bugundan boshlab mana seni yangi maktabing. Tushundingmi? Men direktor bilan gaplashib qo'yganman. Urush janjal qilib asabimga tegib, bu yerda ham ishkal chiqarib yurmagin yana. Davay, muammo bo'lsa o'zing ertasan telefon qil. Xo'pmi? Xo'p. Bo'pti, davay. Sen shu bilan hal qilding. Tushundingmi? Qattiq ko'rganman shu bolani. Menga ham ko'rsatamiz.